Так, assalomu alaykum yana bir bora. Now recording. Значит, запись bo'ldi. Demak, bugungi darsimizda ko'rib turganlaringdek Crash 500 bo'ladi. Crash 500 da ham xuddi oldingidek bitta informatsiya berib o'tib ketaman. 1 minutlikka o'tamiz. Birinchi o'rinda Crash 500 nimaligini tushunib ko'rib olishinglar uchun. Xuddi bundan oldingi darsga o'xshab, Boom 500 ga o'xshab Crash 500 ham xuddi shunday bir xil ishlaydi, faqat Crash teskarisida ishlaydi. Ya'ni kim diqqat bilan e'tibor bersanglar, yuqoriga ketyapti va impuls bilan pastga tushyapti. O'tgan safargi aytgan narsalarim xuddi Crashda ham, ya'ni Boomda aytilgan hamma narsa Crashda ham ishlab beradi. Demak, 1 minutlikda уже prям o'tirib dato aytishda menimcha foydasi yo'q, chunki уже men Boomda aytib berdim bu narsani, vaqt yo'qotmaymiz va sразу Crashga o'tamiz. Demak, Crash masalasida impuls doim pastga tushadi. Buni hammamiz bilamiz. Ammo bu degani biz doim faqatgina impuls pastga ketsa, pastga ketishi uchun ishlashimiz kerak degani emas. Biz umumiy hisobda bozor qayerda yurayotganini, qayerga ketayotganligini ko'rishimiz kerak. Demak, boshladik. Xuddi o'sha holat. Birinchi asosiy trend liniyamizni chizamiz. Trend liniyamiz qayerdan reaksiya olgan? Mana bu yerdan reaksiya olgan. Reaksiya olgan hududini ham chizib qo'yamiz. Bu sariq o'sha zolotaya srediniya chizganni bundan oldingi darsda o'shandan qolib ketgan. Va mana bu yerda ham bitta hududimiz bor, bu yerdan ham chizib qo'yamiz. Ko'pchilik aytadi, mana men bitta reaksiya oldi, bu yerda reaksiya oldi, mana bu yerda mana reaksiya olgan kichkina shamdoncha turib ko'rgan bo'lsanglar, mana bu chiqib undan keyin pastga tushgan. Buni nimaga reaksiya deb hisoblaysiz? Sababi bu ложный пробой deb deyiladi, bu ложный пробой hisoblanadi. Bu o'zimizning oddiy birja bozorida ham mavjud. Shuni hisobiga bu yerda ham reaksiya deb hisoblab ketaman. Demak, umumiy hisobda qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda va mana bu yerda reaksiya olgan. Buni agar ложный пробой deb hisoblaydigan bo'lsak, umumiy hisobda mana bu yer bizani hududimiz bo'ladi. Tajni sal pastroqqa tushirib, mana bunday qilsam, mana bu yerga to'g'ri kelyapti, bunga to'g'ri kelyapti, bularga to'g'ri kelyapti. Bo'ldi, ideal do'st. Xo'p, endi bundan pastroqda yana bitta joy bor. Bu bizga как magnet bo'lyapti. Bu kuchli hudud emas. Odatda shu yerga kelib bitta retest qilib buzib ketadigan hudud. Nimaga unaqa hudud? Sababi bundan oldin mana bu xuddi shu holat kelib buzolmagan, ammo keyingi safar kelganda mana kelib buzib retest qilib pastga tushib ketdi. Xuddi shu holat bu tomonda buzgandan keyin ham retest qilib yuqoriga chiqib ketdi. Demak, bu yer asosan retest uchun xizmat qiladigan hudud ekan. Demak, bu yerga biz bozor faqat chaqiramiz. Bu faqat magnit sifatida ishlaveradigan bozor, hudud. Xo'p, ketdik. Bizning oxirgi maksimum va mana bu maksimum bo'yicha bitta trend liniya tortamiz va undan keyin ikkinchi maksimum va mana bu maksimumlar bo'yicha bitta trend tortamiz. Bo'ldi. Endi bizga yana qayerlar mavjud? Mana bu va mana bu minimum bo'yicha tortsak, adashib boshqasini bo'lsin. Bu minimum va mana bu minimum bo'yicha tortaman. Mana. Demak, bozor hozircha mana bu emas, boshqasi bo'yicha yuryapti. Buni ko'p qilib qo'ying. Demak, mana bu bo'yicha qizillar bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, pushtimi, qizilmi, xullas 3 burchak simon bo'lyapti. 3 burchak simon bo'lyapti. Demak, 3 burchak simon bo'lgandan keyin nima bo'lish kerak? Mana bu yerga kelib, ozgincha qaytishi kerak degani. Demak, bozor o'zi optimal harakati mana shu yerga kelish bo'lyapti. Ana shu yerga kelish masalasidan ancha ozgincha o'tib, undan keyin atkat qilsa kerak deb o'ylayapman. Va ozgincha mana bu liniyani пробой qiladi. Xuddi bunga o'xshash ложный пробой qilib, ana undan keyin dal pastga ketish ehtimoli baland deb o'ylayapman. Xo'p, yoki dal yuqoriga ketishi ham mumkin. Agar optimal holatda mana bu narsani olib qaraydigan bo'lsak, bizda 0.5 va 62 zonamiz bor. Bu zolotaya serediniya hisoblanadi. Aynan ushbu zolotaya serediniyani ichida asosiy hududimiz bor. Biz ushbu hududni belgilaganmiz. Shuni hisobiga bizga zolotaya serediniya endi kerak emas. Bizga endi 62 dan 79 gacha bo'lgan hudud kerak. Buni ichidan biz o'zimizga kerak bo'lgan narsani keyinchalik olsak bo'ladi. Background bo'p tursin, yaxshi ko'rinar ekan background. Xo'p. Demak, bu yerda mana 62 va 79 hududimiz. Bularning ichidan biz nima olishimiz mumkin o'zimizga? Menga gorizontal liniya kerak. Men bu yerda bitta liniyamiz bor. Buni olib udalt qilib tashlayman. Ko'k ekan, bo'pti tursin. Mana bu yerdan bitta reaksiya olgan. Tak. Optimal holatda bunda ideal zo'r narsa yo'q bu yerda. Faqatgina maksimum bor narsasi mana bu bo'lyapti. Aynan mana bu zona bo'lyapti. Bularni prям ideal joy deb o'ylamayman men. Bularni olib tashlasak ham bo'ladi. Biroq shunchaki buzib o'tirib ketiladigan joy. Nimaga bu yerni men normal holat deb aytdim? Chunki bundan oldingi darsda esingizda bo'lsa aytib o'tgandim, trend harakatimiz bor. Ushbu trend harakatda oxirgi qilgan maksimumlarni mana bu maksimum buzdimi ekan?
Bu buzolmabdi, ikkinchi marta harakati, ikkalasini ham buzib o'tib ketdi. Bundan oldingi darsda aytib o'tganimdek, retestidan biza bayga kirishimiz kerak edi. Xuddi o'sha holat bo'libdi bu yerda. Demak, endi biz bozor pastga ketyapti hozir. Qilishimiz kerak bo'lgan narsa, agarda mana bu minimumni buzsa, buzgandan keyin to yangilangandan keyin atkat bo'ladi. O'sha atkatdan biz zona qidirib selga kiramiz. Bizga selga kirishimizga asosiy sabab bo'ladi. Hozircha selga kirishimizga yoki bayga kirishimizga sabab yo'q. Bitta sabab bor bayga kirishimizga, u ham bo'lsa, aynan mana bu kichikgina order blok. Lekin bu order blok ishlab beradi deb o'ylayman, chunki uni pastida kuchli hudud bor. Prям kuchli emas, o'ziga tortadigan hudud. Boya aytganimdek, kuchli emas, o'ziga tortadigan hudud, как magnit. Shuni hisobiga dalish pastga tushib ketishi mumkin deb o'ylayman. Shuni hisobiga paka kirmagan yaxshi. Crash 500 shunaqa. Endi 4 soatlikka o'tamiz va prям ichini ko'ramiz. Bu nimaga bugun faqat pastga tushgan. Xo'p, faqat pastga tushganning asosiy sababi mana bu bo'pti. Mana bu minimumlar nima bo'ldi? Mana buzib o'tildi. Buzib o'tilgandan keyin bizga retest qilib yana pastga tushib berishi kerak edi. Prinsipi minimal risk qilib bayga kirib ko'rsak bo'ladi, lekin birinchi impulsdan keyin yopishimizga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni agar impuls mana bu minimumni buzib o'tsa, уже как бы yopishimizga to'g'ri kelib qoladi. Risk katta bo'lib ketib qoladi. Agar mana bu hududni biz mana belgilab oladigan bo'lsak, bizga hudud deb aytishimizga ehtimol va sabab mavjud. Bir necha marta bo'lgan reaksiyalar mana ko'rib turibmiz va undan tashqari mana bu trend harakati, minimumlar trend harakati bo'yicha yashirin trend hisoblanadi. Harakati bo'yicha ham buzib o'tilgandan keyin bozor retestga chiqishi kerak. Demak, trend bo'yicha retestga chiqishi kerak va mana bu yerdagi hudud bo'yicha retestga chiqishi kerak. Agar mana bu yergacha kelishdan oldin yo bu emas даже bu 4 soatlikmi? Bu 4 soatlik bo'lgandan keyin bitta yana ham pastroqqa borish kerak. Mana bu yergacha borish kerak, chunki sintetiklar doim likvidirovat qiladi. Strategiya bo'yicha, ideya bo'yicha yurmaydi. Xo'p, aynan shu mana shu qizil yoki mana bu ko'klarga kelgandan keyin kirsak bo'ladi bayga. Mana bu yerga kelishigacha. Agar mana bu yerga kelishdan oldin yuqoriga chiqsa, demak, уже bizga selga sabab bo'ladi mana bu yerga kelishigacha. Demak, bizda ikkita ideya bor. Birinchi bunga kelsa sel qilamiz, agar birinchi mana bu yerga kelsa bay qilamiz. Ikkita ideyamiz bor. Xuddi mana shu holatda ishlaniladi Crash 500 da. Endi 1 soatlikka o'tamiz. 1 soatlikda nima bor? Nima deyapti? Nima mashina minasa? Nima deydi? Gentra farami, maydasmi? Tak. Xo'p. Kichik time frame uchun bizga ideya. Ясно. Понятно. Ну, в принципе, ozgincha хотя бы chiqib bersa zo'r bo'lardi-yu. No, уже retest qilib e'tibor beringlar. Bitta yuqoriga chiqqan, keyin yana ozgina chiqib pastga tushgan, уже buzgandan keyin. Retest qilib qo'yibdi-yu. No, в принципе, kutamiz, baribir foydasi yo'q hozir. Prям yo'li bo'lib qolgan, kirganimizda umuman foydasi yo'q, shunday ekan. Kutganimiz yaxshi. Agar shunday holat bo'lsa, 1.5 man bitga to'g'ri kelyaptimi? Xo'p, 1.4 emas, 1.5 qilay. Ideal. Yo'pta, shunaqa ham ideal chizaman. Ko'zim o'zi Fibonacci bo'lib ketdi, bor. Tak, demak bizga aynan mana bu va mana bundan oldigacha bo'lgan zona muhim ekan. Xo'p, nimaga bunday qildim? To'g'ri, shuni tushuntirib o'tib ketay. Demak, Fibonacci qoidasi bo'yicha Fibonacci haqida alohida mavzu o'tib beraman. Zapis qilib beraman. Fibonacci'ni ko'rib chiqasizlar inshaalloh. Bu haqida o'zi darsliklarim bor. Bu papir yana tuzib beraman. Bizda 0.5 va 0.62 zonalarimiz doim zoltaya srediniya bo'ladi. Bu yerdan bozordan reaksiya olish ehtimoli baland bo'ladi va bozorni o'ziga tortadigan eng yaxshi hududlardan biri hisoblanadi. Va agarda bu zonalardan reaksiya olmasa, albatta 79 zonadan reaksiya oladi. Bizning 79 zonamiz где-то mana bittaga to'g'ri keladi. Masalan, примерно mana shu yoki bundan sal pastroq bo'ladi. Mana shu yerlarda bo'lib qoladi menimcha.
Gideta, xo'p, demak 79 bo'lsa, odatda bozor agar 0.5 0.62 ni buzib o'tsa, 79 dan reaksiya olish kerak degan gap bor, lekin agarda 0.62 0.5 ni bozor reaksiya olmasa, 79 dan reaksiya olish ehtimoli pasayadi. Dalshi bozor 79 dan likvid qilishga yuradi. Shu narsa esingizda bo'lsa, men o'zim ko'p marotaba kuzatganman bu narsani praktikada. Xo'p, shuni hisobiga men bu tomonni qo'shdim. 0.05 va 0.62 ni men plyus darajasiga qo'shdim. Fibonacci haqida alohida dars o'tib beraman, hali tushunasizlar. Hammasi praktika asosida bo'ladi inshaalloh. Xo'p, shunaqa, demak, men hozircha mana shu yerga kelishini kutganim yaxshi bayga kirishim uchun. Agarda shu yerga kelishini kutadigan bo'lsam, unda menga bozor qanday? Mana bunday harakatda bo'ladi. Agar shunday harakatda bo'lsa, menga bu qolsin, bu kerak emas. Mana buni ham udalit qilsak, menga pashti uchburchak hosil qilib berar ekan. Pashti mana bunday holatdagi va mana bunday holatdagi uchburchak hosil qilib berar ekan. Shunda uchburchakning ichida bo'lib qolar ekan. Da, prinsipi kutganimiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Crash 500, bu 500 bilan pashti bir xil. Bu min crash min ham ikkalasi ham bir bilan bir xil. Hammasiga bir xil narsa ishlatamiz va maksimal darajada hammasini alohida analiz qilib, sizlarga qaysi birida qanday holatda kirishi mumkinligini tushuntirib beraman. Crash 500 masalasida men gideta bugun qayerda kirgandim? Telefonim qani? Yesni qayerda kirgan edim, hozir sizlarga tushuntirib ko'rsatib beraman. Tak, demak, men bu yerda kirgan ekanman. 1.43 hatta. 41.43. Mana shu yerda kirgan ekanman. Da, mana shu yerda kirgan ekanman. Mana bu atrofda kirgan ekanman selga. 0.20 kirilgan. 0.20 bu eng minimali. Bu bizning birja bozorimizdagi 0.01 ga o'xshaydi. To есть 0.01 ga o'xshaydi. 0.20 kirilgan. Prinsipi aynan shu yerdan har biri 36-37 dollardan foyda bo'lgan. Chunki hammasi har xil, eng tepasi shu yerdan kirilgan, bu yerdan kirilgani bor, bu yerdan kirilgani bor, atkatdan kirilganlar bor. 36 o'rtacha foyda bo'lgan. Umumiy hisobda 8 ta kirganman, 8 tadan men hozir 280 dollar foydadaman. Bugun o'zida 280 dollar menimcha normal. Uzr, 8 ta kirganman-da. Yo'q, bittasida вообще kattaroq kirgan ekanman. Bittasida вообще bir lot kirgan ekanman. Shuni hisobiga 280 dollar bo'lib ketdi. Vot, shunaqa. Bugunga normalni men o'sha bitta kirib bo'lganman. Shuni hisobiga kirmay turganimiz yaxshi. Bu yerga kirishimga asosiy sabab bu kichikdan kremni ham baribir ko'ramiz hozir. Tushuntirib beraman nima kirganimni. 5 minutlikda o'tdim. Diqqat bilan qaranglar. Masalan, men ko'rayotgan narsam bu mana bunday holatdagi M harfi, M patterni bo'lyapti. M patterniga odatda M patterni bo'layotganda bizning asosiy maqsadimiz nima bo'ladi? Oxirgi mana bu minimumlarni bozor atkat qilish kerak bo'ladi. Shu yerdan biz sizlarga kirishimiz kerak bo'ladi. Men buzib o'tgandan keyin kirishni boshladim. O'sha M pattern men telefonda analiz qilib ko'rdim. Telefonda ko'rganim uchun как бы menga anaqaroq bo'ldi. Men yuqoriga chiqib birinchi atkat qilish bilan selga kirishni boshladim. Xuddi shunday holatda selga kirib ketaverganman. Mayda-mayda qilib, xuddi M pattern ko'rganim uchun M patterndan asoslangan holatda bozorga kirdim. To'g'risi. Vot. Qanday qilib nazorat qilardi? Ha, mana. Chizgilarim. Vot, patternlarda har doim ham ishlab bermaydi, lekin ba'zi hollarda ideal, mana hozirga nisbatan ideal ishlab beradi, menga ishlab berdi. Chunki bizda trend liniyamiz ham bor edi, ham M'da shuni hisobiga ishlab berdi, foyda oldim. Alhamdulillah. Xo'p, bugungi darsimiz shu. Keyingi videoda ko'rishguncha, menimcha keyingi videomiz boom ming bo'ladi. Boom ming bo'ladi-da. Undan keyin уже boom crash ming, keyin volatilityga o'tamiz inshaalloh. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.